Yana aytib o'tish kerak bo'lgan bir narsa, mana hunar egalari bor. Hunarmandlar bor. Birodarlar, mana shu hunarimizni ihsoni, zakoti bo'lar ekan. Ayrim o'rinlarda muhtoj bo'lgan odamga shu xizmatni qilib pulini olmay qo'yishligimiz. Qo'lingni ihsoni deb qo'yadi kattalar. Hunaringizni zakoti, hunaringizni ihsoni. Shuni qiling-da. Zakot nima edi? Zakot nima o'zi ma'nosi? Poklanish bitta ma'nosi, unib o'sish ikkinchi ma'nosi. Shu hunaringizda unib o'sib, baraka topishlikni, rivojlanishlikni xohlasangiz, ihson qilib turing. Qo'lingizni ihsoni, hunaringizni zakoti. Bilyapsiz, pul yetmayapti bolaga, bo'l ketavering, roziman deb qo'ying yo'g'iga. Ishonavering, kam bo'lmaysiz. Ya Alloh baraka bersin deydi, hali hijolat o'tib turgan odamchi klient. U chin ko'ngildan duo qildi. Hali dejurniy duo emas u. Unaqa emas bu. Mashinasini remont qildirdi yoki qandaydir bir uydagi bir jihozni remont qildirdi-da, puli yetmayapti, hijolat o'tiribdi. 10 so'mlik narsaga 8 so'm puli bor ekan, yo'q. Kvadrati manchadan. Albatta sizlar mehnatinglar, ixtiyoringlar, xohlamasanglar qilmay qo'rasizlar. Lekin mana shu hunaringlarda ozgina ihson qilib qo'yinglar. Qo'l qoqqandan keyingisidan hunaringlardan ihson qilinglar. Hammaga emas, shunga muhtoj bo'lgan odamlarga. Tabiblar bor, doktorlar bor. Ko'ring. Ko'ryapsiz, shu qo'li kalta, shu o'chib kutib turibdi haligi odam. Demak, tanish bilishi yo'q sizga shunday bezovchilik kirib ketgani. Ko'rinib turibdi rangi ro'ydan, kiyim-kechagidan. Doktor birodarlar, ihson qilib qo'yaveringlar. O'sha bitta qilgan ukolingizga pul olmay qo'ying. Alloh uchun ketavering amakim. Haqimizga duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Devoraveringlar. Va har bitta hunar egasi o'ziga tegishli gap chiqarib olsin shu yerdan. Lekin ana shu qilingan hunarimizdan qilingan ihson ustimizga kelayotgan bir musibat yoki qazo, melish bo'lsin, katta bo'lsin. Masalan, qayerga borib dokument topshirishni bilmayapti birodar. Bir narsani dokumentini bilmaydi. Vaqtingiz bormi? Yurda olib borib ko'rsin. Menga